O'rtoqlar, oldin bunaqa semizlik bo'lmasdi, harakat ko'p edi. Hozir semiz ko'p. Harakat kam, ovqatimiz ko'payganda ko'payyapti. Do'mboq to'qlaydimiz, do'mboq qiyin. Qansiraysiz, qiynalasiz, egilolmaysiz. Meni o'zim mana shu ozgunimgacha tuflimga o'zim qadagimgacha o'sha bu narsaga oyog'imni qo'yib olib, bundaqa qila olmasdim, uzoqdan qo'yib ro'yatlash. Men o'zim hali agar semirganda umuman egilamay qolar ekanman. Ha, eslaysiz, men hamma ish qatagan deb mana qo'yda bor ekan. Katta edim men 75 kilo edim. Sport, intizom, nima deydi, birinchi minutda psixologik odam o'zini o'zi tayyorlash kerak. Ovqat yeb qo'ymaydi. Men kelamanda o'tirib, yalpay o'tirib, choy damlab keldingizmi? Ana boshlanadi. Iloji boricha stolni tuzatmaslik kerak. Hech kim kelsa bir chashka choy iching, boshqa deganda boshqa tuzatmaslik kerak. Stol tuzaldi yeysan. Lekin ovqatni ham endi yog'li qovurib yeyish kerak, xamir yeyish kerak. Xamir yeyish kerak, men xamir yaxshi ko'raman, lekin men bir oyda bir marta yeyman. O'zimga norma qilib qo'yganman. Mana yaxshi ko'raman. Buni ham soatigacha yeyman. 5 dan keyin ovqat yo'q. Salat ko'ping o'zi bilan gaplaman. O'shani intizom ishlab chiqdim men, ja kuchli emasman. Men ham qiynalaman. Kechasi uyqum qochib ko'zim charchayib, hali nimani yesam ekan deb qoladigan odatim bor. Suxarik olib kelib qo'yganman haliga. Klipcha deydi-yu. Ja bo'lmay qolsa hali klipchani yeb turib, uxlab qolaman haliga. Achib ketadi oshqozon. Endi boshda qiynaydi. Ochlik emas, правильный питание. Bu doimiy ovqatlaringizni kontrolga olasiz. Har birovni og'zingizga tiqmaysiz. Voy keling mehmon oling, hamma yoqqa qo'ying, to'g'rimaysan. Nafsingni tiyasan.